Tungi klublar, narkotik, o'lim bilan tugagan janjallar, fahsh. Bular jamiyatimizni kemirib borayotgan illatlardir. Bularning har biri alohida yoritilishi kerak bo'lgan mavzulardir. Lekin barchasi bir nuqtada jamlanadi. Bu tungi klublar. Bu joylarni bemalol fahsh makoni, giyohvand moddalar oldi-sottisi va janjal uyasi deb atasak bo'laveradi. E'tibor bering. Faqatgina poytaxtimizning o'zida 40 ga yaqin bunday ko'ngilochar maskanlar har kuni tunda o'z eshiklarini ochadi. Respublika miqyosida esa 200 ga yaqin tungi klublar mavjud. Deyarli har kuni minglab yoshlar ilm maskanlari yoki kutubxonalar o'rniga mana shu yerlarda o'z vaqtini va ma'naviyatini qurbon qilmoqda. Bu hammasi emas. Soliq va litsenziya talablari sababli hujjatda restoran yoki bar kafe sifatida qayd etilib, amalda esa klub rejimida faoliyat yuritayotgan joylar 1,5 mingdan oshadi. Bunday joylar insonlarni harom xarijga, fahsh ishlarga boshlovchi, yoshlarimiz ongini buzuvchi, yengil hayot tarzini yuksaltiruvchi maskan hisoblanadi. Achinarlisi tungi klub auditoriyasining asosiy qismini yoshlar tashkil qilmoqda. Uyimga toza havo kirishi uchun derazalarni ochsam, shaboda bilan birga chang-to'zon va dovullar ham yopirilib kirib keladi. Bizning yurtimizga ham g'arbparastlik dovul bo'lib kirib keldi va asta-sekinlik bilan bu illat ildiz ota boshladi. Bugun yurtimiz o'z eshiklarini g'arbga keng ochmoqda. Turistlar jalb qilinmoqda, lekin shu bilan birga g'arb mafkurasi ham kirib kelmoqda. Bu yoshlarimizning ota-onasiga bo'lgan hurmati, qadriyatlarga bo'lgan qiziqishini pasayishida yaqqol ko'zga ko'rinadi. Yoshlar buni erkinlik, zamonaviylik deb ko'rmoqda. Lekin Yevropa hayoti ular orzu qilganidek emas. Qadriyatlar oyoq osti bo'lgan, qadr-qimmat toptalgan yerda millat hech qachon yetib bo'la olmaydi. Qozonga yaqin yursang qorasi, yomonga yaqin yursang balosi yuqadi. Xalqimizning sevimli yozuvchisi Tohir Malik klublardagi dahshatli muhitni o'z ko'zi bilan ko'rib, bu joylarni buzuqlik klubi deb atagan edi. Tungi klublarga kirganman, 15 yil bo'lib qoldi. Shu Talvasa degan romanga o'sha ma'lumot yig'ishga kirganman, o'rganganman. Ruhiy tomondan kirsangiz, maxluqdan farqi yo'q bularni. Odam emas bular. Chunki bularning ichida ko'pi giyohvandmi? Giyohvand. Tamom. O qo'lida haliga belgi bo'lmasa ham burnidan tortishadi. O yerdagilar mana sinimiz aytdilar. Ko'pi fohishami? Fohisha. Va tungi klub demaylik, o'z nomini aytaylik, buzuqlik klubi bu. Adib ularning faoliyati jamiyat uchun mutlaq taqiqlanishi kerak bo'lgan aksioma ekanini qat'iy ta'kidlagan edi. Matematikada aksioma degan atama bor. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Tungi klublar bo'lmasligi kerak, bu aksioma. Tamom. Afsuski bugun bu ogohlantirishlarga quloq solmayotgan yoshlar o'z ixtiyori bilan o'sha botqoqqa qarab ketmoqda. Ichkilikbozlik oqibatida yoshlarning, qolaversa yosh kattalarning ham tungi klublarda jirkanch, iflos ishlar qilib yurganining guvohi bo'lamiz. Shunday ekan, tungi klublarni o'zlikni yo'qotish va soxta quvonch ortidan quvish maskani deb nomlamog'imiz maqsadga muvofiq. Yana bir toifa borki, yengil daromad izlab klubga keladiganlar. Ayniqsa mana shu tungi kapalaklar orasida voyaga yetmagan maktab o'quvchilarini bo'lishi naqadar ayanchli. Asa tungi klubi rahbari ko'ra bila turib voyaga yetmagan 7-sinf o'quvchisi 14 yoshli shaxsni tungi klubda raqqosachilik bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yib kelayotganligi aniqlanib, eng hayratlanarlisi shundaki, biz ichkariga kirganimizda kafe yoshlar bilan to'la edi. Bir tomonda fahsh ishlar bilan band erkak ayollar, bir tarafda hali aqlini tanamagan zurriyotlari bilan bayram qilayotgan butun bir oilaning tantanali o'tirishi, turli yoshdagi yigit qizlarning baqirishlari, tushunarsiz qiliqlari. Bu yerlar allaqachon fahsh, ma'naviyatsizlik, hayosizlik bozoriga aylanib bo'lgan. Bu yarim yalang'och maymunlarga kiyim kiyish madaniyat haqida tushuntirish ishlari olib borilibdi. Kechirasiz, bizningcha bularga madaniyat haqida gapirishdan avval inson kiyim kiyishi kerakligi haqida gapirish to'g'riroq bo'lar edi. Endi bunga nima deysiz? Kecha ketini likillatib shahvoniy nafslarni quvontirayotganlar bugun milliy liboslarimizni kiyib tanovarga o'ynamoqda. Bu yerdagi jinoyatlar hamda narkotik savdosi oldida bu hech nima emas. U yerdagi illatlarni sanab sanog'iga yetmaysiz. Urush janjallar, pichoqbozliklar va hokazo. Qisqasi, tungi klublar bugungi yoshlar madaniyatini mana shunday yemirmoqda. Bunday joylarga o'zini hurmat qilgan odam hech qachon qadam bosmaydi. Bu kabi maskanlarning ko'payishini sabablaridan biri ijtimoiy tarmoqlar orqali olib boriladigan targ'ib. U yoshlarda qiziqish uyg'otadi va ularning bekorchiligi ehtiyojni keltirib chiqaradi. Yana bir asosiy sabablardan yoshlarimiz o'z qadriyatlaridan uzoqligi. Ulardagi madaniyat tushunchasini noto'g'ri shakllanganidir. Xo'sh,
yoshlarga o'z madaniyatini o'rganishiga, bilimini yuksaltirishiga yetarlicha sharoit yaratib beryapmizmi? Yaxshilikka targ'ib qiladigan, ularga qadriyatlarini o'rgatadigan institutlarni ko'paytirish yoki faollarni, kadrlarni yetishtirib chiqarish, ularni cheklash emas, o'z faoliyatiga qo'yib berish kerak. Agar yurtimizda tungi klublar kamaysa, albatta jinoyatchilikka olib boruvchi yo'llar ham qisqaradi.